Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Ilg'or zamonaviy madaniyatga yurish qilib, Shinjongchi ruhni namoyon qilish takliflanayotgan bugungi kunda madaniyat tadqiqotimizda bizni xushal qiladigan natijalar orqa-orqadan maydonga kelmoqda. Abduqodir Immat apandimning matbuotlarda biz ko'rayotgan nopozliq maqollari, shundaqla İbrahim Rahimi apandimning An'anaviy Uyg'ur o'rib odatlari degan kitobining nashr qilinib, o'qirmanlar bilan yuz ko'rishi. Shundaqla yana birmuncha tadqiqotchilarimizning musha haqdagi izlanishlari fikrimizning dalilidir. Biz mushu munosabat bilan bir qism peshqadam avtor, shundaqla muarrirlarni bir yerga jam qilib, bugungi suhbatni uyushtirdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Shinjong Tibbiy universiteti ilmiy jurnali tahrir bo'limining muharriri, shundaqla pensioneri Abduqodir Immat apandim. Shinjong Uyg'ur Avtonom rayonluq odam kuchi boyligi, emgak ijtimoiy kafolat nazorati peshqadam kadrlar boshqarmasining pensioneri İbrahim Rahimi. Shinjong yoshlar o'smirlar nashriyatidan Qalbinur Qodir Arslan. Biz hozirgi Uyg'urlar burunqi ajdodimiz vaqtida jiq uruq, jiq jamat, nurg'un qabilalardan tashkillangan ekanmiz. Shu sababdan bizningki milliy urf-odatlarimiz har yerda har xil, birlikka kelgan bir butun odat emas. Uyg'ur millatining mushu urf-odatlarini burundan eg'izga, quloqdan quloqqa yetib davrimizga kelibdi. Mushu jarayonda bir material qilib xalqimizga sunay degan o'y bilan mushu kitob ro'yobga chiqdi. Biz nurg'un kitoblar chiqdi, masalan, Yahudilarning bola tarbiyalashi, inglizlarning bola tarbiyalashi. Biz osh kitoblarni ko'rib yuribdik. Raskapni qilsam. Amaliyotda o'zimizda noit isil bo'lgan urf-odatlarimiz, bola tarbiyalash usullarimiz bor ekan. Abduqodir apandim, endi sizning shu Urumchi kechlik gazetiga va boshqa matbuotlarda, jurnallarda Uyg'ur madaniyati jumladan urf-odat haqidagi maqolalaringizni o'qib kelyapmiz. Nurg'un asarlarni e'lon qildingiz. Endi biz o'ylaymiz, urf-odat bir millatningki qimmat qarashiga vakillik qiladi, bir millat madaniyatining angushtiri. Shundaqla zo'rur boyligi deb qarashga bo'ldi. Endi siz shu urf-odatlarni shakllantirgan turli omillar haqida bir ixcham tushuncha berib o'tsangiz. Madaniyatimizning bir qismi bo'lgan milliy urf-odat unda 4 turli omildan tashkillandi, shakllandi ekan va o'zgardi ekan. Urf-odatni barpo qiladigan birinchi omil diniy e'tiqod. Diniy e'tiqoddan paydo bo'lgan. Diniy e'tiqod orqali o'zgargan. Diniy e'tiqod yo'qolganda urf-odatmi yo'qolgan. İkinci milli örf-adetlerinin şekillenişindeki mühim bir amil milli terkip. Biz hazırki Uygurlar burunqi ajdodimiz vaqtida jiq uruq, jiq jamat, nurg'un qabilalardan tashkillangan ekanmiz. Shu sababdan bizningki milliy urf-odatlarimiz har yerda har xil, birlikka kelgan bir butun odat emas. Üçüncü, milli örf-adetlerini şekillendirdiğin amil ictimai tüzüm, cemiyet tüzülmesi. Cemiyetinki kurulması kandak bolsa, cemiyet kandak tüzüm bolsa, şu tüzümge layık medeniyet şekillendik. Dördüncüsü, yaşaş şaraiti. Yaşaş şaraiti degende bizninki olturaklaşkan cayimiz ıssık rayon, soğuk rayon, ölçülük, kurgakçılık, tağlık degendek müşünde jaylarga ayrılgan. Şu jaylarning özüge layık örf adeti, milli adeti bo'ldi ekan. Endi Abduqodir apandim, demak, milliy urf-odat olsa, bir millatning mavjudligi, uning shakllanishi, uningki hayotiy kuchi, shundaqla shu millat a'zolarininki harakatiga hem onun dünya qarashiga ko'rsatgan ta'sir nuqtasini aytganda nihoyat cho'ng bir rolga ega deb qaraymiz. Endi mushu
milliy urf odatlarninki, an'anaviy urf odatlarning mazmun aloyidligi, shundaqla uning turi va shakllari zodi qaysi nuqtada deb qaraysiz? Endi biz Uyg'urlar tarixda 7 xil dinga e'tiqod qilib o'tgan ekanmiz. Hozirgi dinimiz islom dini 8-chi e'tiqodimiz. Bizning bu 7 din deganimiz eng burunqi ibtidoiy din, tutim e'tiqodi, tabiatga cho'qinish. Shu davrlarda tutim madaniyati yo'lga qo'yilgan ekan. Keyingi vaqtlarda shaman diniga e'tiqod qilibmiz. Bu mu uzun vaqt davomlashgan din. Shaman dini hozirgi tushunchimizda perixonlik, baxshi. Mushu dindan qolgan odatlarmi hozirgacha tugamadi. Bor. Ondan keyin Zardush dini, ateşperestlik dini. Ondan keyin Budda dini, Buddizm. Bu tarixda en uzun